Hozir men 1 soatdan beri gapirganga o'xshayapman masalan. 20 minut gapirdim. 20 minut. Ertaroq kelsanglar bo'lmaydimi? Ertaroq kelsanglar bo'lmaydimi? Buni biologiyada refleks deydi. İnson tabiatida o'rganib qolishlik deydi. Shunaqa odamlar bor. Menga maydonda turib ko'rinib turadi doim. Doim jumaga erta keladiganlar bor. Doim o'rtacha keladiganlar bor. Doim kech qoladiganlar bor. Siz shuni buzing endi tartibni. Ish qilib hamma yoq dondirib tugatib bitirganimiz yo'q. Na boyib ketganda ham, bunday yashaganda ham so'rasangiz, hayot bari shu ekan, boshqa narsa emas bu hayot. Odamlar ham sendan rozi bo'lmaydi, puling ham ko'payib o'lmaydi, rosa ko'payib ketsa ham to'ymaysan, baribir o'lib qolasan bir kun. Shunday savoblar qo'limizdan shunday savoblar qurib qolyapmiz. Shuning uchun da o'zgartiraylik birodarlar, tartibni o'zgartiraylik. Ona navesda o'tirganlar. Salqin ekan deb kelib navesdaga o'tirib olmang, joy bo'lmasa o'tiravering. Masjidga keldinglar, salqinga Arslonbog' emas, bu yer kurort emas. Damaladigan joy emas. Damaladigan joy bo'lganda qatorasiga men divan, kreslo, kravat qildirib olgan bo'lardim. Konditsioner, ventilyatorlar bilan kino qo'yib bergan bo'lardim. Kinoxona emas bu yer. Bu masjid, ibodatxona bu yer birodarlar. Ruku qiladigan, duo qiladigan, tellab pishib charchab kelsa bo'ladigan, bu tarava xatm Qur'on o'qiganda tizza beli og'riydigan joy bu yer. Qur'on o'qib o'tiradigan joy bu yer.